Biz hozir yana yangi manzilimizga keldik. Ohangaron shahridagi 4 yoshli STP bilan kasallangan Javohirning oldiga. Hozir xonadonga kiramiz va ichkarida batafsil ma'lumotni olamiz. O'zingizlar ko'rasizlar. STP bu genetik kasallik. O'zbekistonda 240 dan ortiq bolalar shundan aziyat chekyapti. STPni davolash uchun 1 yilda $2 million kerak ekan. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Omonmisiz, yaxshimisiz? Xonadonga tashrif buyurdik. Ashyo olib qo'yamiz. Qalaysan? Isming nima? Javohirmi ismi? Nechasi? Bo'lsin, tinchlik bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, xonadonimiz tinch bo'lsin. Nimaiki niyat qilgan bo'lsak, niyatlarimizga erishaylik hammamiz. Ilohim shu Javohirjonim dardiga Allohim shifosini bersin. Ilohim sizlarni ham Xudoyim Allohim qo'llab-quvvatlasin. Amin. Xush kelibsizlar. Bolalarim. Xush bo'ling onam. Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Ularga Xudoga shukr. Xo'p. Farzandingizlar qanaqa u STP? Sima kasali bilan unaqa bo'lgan. Sima kasalligi? Genetik sima dedi. Sima kasalligi o'zi qanaqa u? Ma'lumot bera olasizmi? Sima genetik endi anaqa avloddan avlodga deb aytishdi endi. Marhabo Anvar va anaqalar tekshirib shu genetik deb ana tashxis qo'yishdi. Allohga shukr, mana prezident tomonidan dori beryapti. Shularni ichganga ancha ana o'zgarish bor. Oyoqlarini, qo'llarini qimlatib qo'ydi. Ha. Shu Xudoga shukr. Nechinchi tipda bu? Bu ikkinchi tip. Ikkinchi tip. Nechta tipi bo'ladi bu? Simani. Simanimi? 3 tami, 4 ta tip bo'lsa kerak. 3 ta 4 ta tip. Birinchi tipda qanaqa? Birinchisi sal og'irroq ekanda. Og'irroq? U boshlanishda ham farqi bor-da, to'g'rimi? Buni 7 oylikdan keyin boshlandi-da bu. Ha, buni undan oldin tug'ilishdan oldin anaqa qilmagan. Yo'q, tug'ilishda yaxshi edi. 7 oygacha tikka turib ana o'qilardi. 7 oydan keyin oyoq qo'li bo'shashib ketdi. Keyin bu qildik, bundan keyin shu simadan pakanteninni kelib qoldilar. O'shalar aytdi, milliy markazga borib yotdik, lecheni olib davolab. Ular shu genetikka topshirib ko'ringlar dedi, shunaqa tashxis chiqardi. Lecheniya vaqti qanchadan bo'lyapti, misol uchun? Qancha vaqt davom etadi? 1 yilda necha marta borasiz lecheniyaga? Hozir 1 yilda 1 marta boryapman, sharoitim yo'q uchun. 1 yilda 1 marta. 1 marta. Boshida 2 martadan borardim har 6 oyda. Yoshlikdan bitta doktorga olib borasizmi yo? Shu yoshlikdan shu Marhabo Anvar bilan anaqaga olib boryapman. Shu keyin anaqaga skrining markaziga. Dorilarni davlat tomonidan hammasini ko'tarib ajratish. Har 6 oyda analizlar topshirib, ko'riklarga har 2 oyda borib ko'rinib kelyapman. Birinchi marta bilganingiz qanaqa qabul qilgansiz onam? Voy, aytmay, birinchi marta ko'rib, hech bunaqa bizani avlodimizda ham yo'q edi, xo'jayinimda ham yo'q ekan. Bu 7 avlod surar ekanda. Shu avlodingizda 7-avlodda bo'lgan deyapti-da. Endi rosa tushkunlikka tushib, qiynaldik lekin. Hissiyot juda og'ir bo'lgan, ha? Juda og'ir bo'ldi. Keyin shu rahmat shu prezidentimizga shu dori bergani, o'shani ichib, Xudoga shukr, oyoqlari shalpayib o'zini tashlaverardi-da. Sirazi boshida sirazi alomatlari, shu simptomlari boshlangan paytda shunaqa bo'lgan. Bittada bo'lgan 7 oy ichida. 7 oydan keyin sirazi bo'lindi-da. Sirazi 1 kundan keyin bilmadim. 7 oy o'tdi. Kunda o'sha qo'ysam bo'shashib, o'tirsa yota. Immunitetlari tushib ketgan. Immunitetlari tushib ketdi. Kasal ko'p bo'ldi, shamollashlar. Keyin anaqa apparatlar berdi bizga shu skrining markazidan, simadan, homil anavlar o'zlari fond tomonidan-da anaqa VIPAP, AMPO apparatlardan olib berdi bizga. Shu Mavluda bilan Nilfarxonlarga rahmat. O'shalar ancha yordam berishdi bizga. Alloh sizdan ham bandasiga beradi. Shunasini ular. Aytmang. Nechta farzandingiz bor, ona? 2 ta farzandim bor. O qizim yaxshi. Farzandingiz? Birinchi farzandingiz necha yoshda? 13 yosh. 13 yosh? 13 yosh. Va o 9 yildan keyin buni keyin nima qildim-da. Alloh Xudoyim taolo o'zi berib qo'ydi. Ha, orasida 9 yil farq bo'ladi. 9 yil farqi bor.
Ko'chada yurganingizda qanaqa hissiyot o'tadi onam? Endi ko'plar aytadi, kolyaskada olib yuraman, nega o'g'lingiz katta yurmaydi deb unov qiladi. Keyin endi anaqa kichkinam yo'q, 4 yoshga kirdi deyman. Men anaqa qilmayman, oldin tushkunlikka tushardim, ko'chaga chiqqim kelmasdi. Hamma gap so'z qilgandan keyin aytdim, Xudo bergan, suygan bandasiga dard beradi dedimda, hozir anaqa qilmayman mayli. Mayli, Allohim shifosini ham berib qo'yar. Qarindoshlaringiz orasida yig'ilgandachi? Yo'q unaqalar. Yo'q. Anaqada emas, yig'ilgan paytda ощущениyangiz qanaqa qabul qilasizmi? Ha, endi Boshida ular ham qanaqa qabul qilgansiz? ular ham anaqa tushundi endi baribir. Qarindosh. Endi men masalan uzoqdaman, Sirdaryoni Gulistonda turaman-da. 3-4 oy, 1 oy, 5 oyda boraman. Ha, o'zingiz Gulistondansiz aslida. Aslida shu Ohangaronga turmushga chiqqanman. Kelin bo'lib tushgansiz. Kelin bo'lib. Qizli uyingiz Gulistonda. Gulistonda. Xo'jayinlarchi? Xo'jayinlar nima ish qiladilar? Xo'jayinim bog'chada qorovul bo'lib ishlaydi. Ha, har kuni o'sha yerdamilar? Har kun o'sha yerda. Ertalabdan kechgacha. Yo'qida Yo, kunduzi bormay, kechqurun borishadi. Ha, Smena smenalar kech bilan paytda asosan. ishlaydi. ha, Smena bilan ishlaydi. xullas bizda bir mahsulotimiz bor. Mahsulotimizning nomi Actimate Kids mahsuloti. Actimate Kids mahsuloti mutlaqo zararsiz. Aslida bu sirop hisoblanadi. Bu nimaga foyda desangiz, buning ichida 13 ta vitaminni birlashtirgan. Tash mahsulot ichida. Bu bolada ko'pchilikda immuniteti tushib ketadi. Suyalar yaxshi rivojlanmaydi. O'sha paytda immunitetini ko'tarishga, qonini yaxshi aylantirishga, suyalarni yaxshi mustahkam o'sishiga. Keyin ba'zida bilasizmi? Bir xil ko'chada yurganingizda bolalarni, farzandlarni ko'rganingizda bo'yi o'zini tengdoshlariga qaraganda o'smaydi-da, pastroq bo'ladi, lekin endiga semirib ketishadi. O'zi aslida mana shu vitamin yetishmovchiligidan, organizmida gijjasini to'liq yo'qotolmagandan bo'ladi. Bu mahsulotimizni dengiz tubidagi laminariya va tripan o'tlaridan tayyorlangan. Shunga mahsulotimizni foydalanib ko'rasiz. Shu foydalanish kerak ekanda. Asosiy narsasi bu mahsulotimizni olgan, xarid qilgan odamlardan qilingan o'sha xarid qilingan puldan sizlarga o'xshagan STP kasallikligi o'shanga xayriya qilib ajratiladi o'sha puldan. Kuching ko'payar ekanda, Javohirjon. Javohirjon, ol bolam. qirishlik. Rahmat qilgin. Ana. Kim uni? Mana olib qo'yingmi? Planshetingni olib qo'ygin. Planshetingni Katta menga ber. ekan bu. Ana, ikkita qo'ling bilan ushla bolam. Oldin ham eshitganmiz mahsulot haqida? Oldinmi? Yo'q, eshitmaganman. Eshitmagansiz. Xo'p, Actimate Kids mahsuloti bu bizni bosh homiyimiz hisoblanadi. Ya'ni xuddi shunaqa Javohirbekga o'xshagan sima kasalligi bilan kasallangan bolalar uchun har bir sotilgan mahsulotdan ma'lum bir foizi ehson sifatida ajratiladi. Siz buni sotib olganingizdan keyin ham farzandingiz shifo topadi, ham savob ishga sherik bo'lasiz. Ya'ni 13 ta vitaminni o'zida birlashtirgan 100% tabiiy mahsulotda bu. Mana bu yerda ham ko'rayotgan bo'lsangiz, har bitta sima kasalligi bilan kasallangan bolalarning rasmi bor. Siz sotib olganingizdan keyin xuddi shu bolani har biriga tushgan mablag' yetib boradi. Bitta mahsulot orqali ham shifo topadi inson, ham savob ishga sherik bo'ladi. Savob ishga sherik bo'lar ekanda. Ikkitasi bittada jamlangan. Bu suyuli juda foydali onam. Laminariya va tripan dengiz eng tubida tayyorlangan, chiqqan o'tlardan tayyorlangan bo'ladi. Buni yosh bolalar ham, yosh kattalar ham ichsa bo'ladi. Mutlaqo zararsiz. Yaxshi unda. Yaxshi mahsulotlar chiqaribsizlar, baraka topinglar. Shu bolajonlar salanaqa bo'ladi-da. Vitaminlari hammasi tiklanadi, xudo xolasa. Mana kasal immuniteti past bo'lsa, tez gripp bo'lib qoladi-da. Xudoga shukr, mana dorilar, darmon yozib beradi vrachlarimiz. O'shalarni ichib immunitetlari sal ko'tarildi. O'zgarishlar ancha yaxshi bo'lyapti-da. Shunaqa. Keyin dori olsangiz, baribir ko'p dorilar bolaning jigariga, oshqozoniga zarar yetkazadi-yu. Bu mahsulot bo'lsa unaqa emas. Tabiiy-ku. Mana hozir o'g'lim dori ichaverganda mana jigari kattalashibdi. O'sha kuni analiz tekshirdik-da, yotib keldik. O'g'lingiz jigari kattalashgan deydi. O'sha
shu nimaga aytsam aytadi, mana dorilar hisobiga deydi, jigari kattalash, ko'zini tomoni ishib qoladida. Shunga endi dori ichqizyapman, yana yozib berdi. Anaqa. Ko'p dori ichsam bo'laganoda baribir. Shu zarur. Ichqizmasak bo'lmaydi. Oyoqqa turish uchun harakat qilyapmiz, massaj qilyapmiz, lifekinovlarga qatnayapmiz. Shunaqa. Shu sima tarafdagilar ancha yordam beryapti bizga, shu homiylar, ular. Baraka topinglar bolalar, sog' bo'linglar. Bog'chaga boryapti, Xudoga shukr. Bog'chaga? Ha, o'zimizda nogiron bog'cha borda mana bitta. Domimda. Yo'q, pastdami? Pastda, to'g'rida. Abitgacha olib borib kelaman. O'sha yerda mana anaqalar yasayapti, sizlar aytgandek chizib, ular o'rganyapti. Xudoga O'zi ham o'zi chizyaptimi? Hech ko'rdingizmi? Ha, ruchka bilan olib bunday olni chizib yozib o'tiradi, ocha qilib yozib o'tiradi. Ruchkalarni ishlab. Kallasi umniy akasi. Lekin hamma narsani biladi. Ha, og'ir bosmagan, seryozni o'tiribdi. Odam bo'lsa seryozni bo'lib o'tiradi. Hamma narsani qiladi, faqat shu Allohim shu bitta shu oyoqqa turib bersa, Alloh bergan qudratli. shifo bersa bo'ldi shu. Kasalni bergan ham shifosini Shu beradi. shifosini bersa iloyim. Piyoda bo'lmasa ham Mana bolalarning ichida bolalar ko'chada bolalar yuradi o'ynab. Men ham o'ynagim keladi deydi, men ham yurgim keladi deydi. Odam bir unaqa bo'ladi, baribir. Tushkunlikka tushib qolamiz. Siz tushkunlikka tushmaysiz. Siz tushkunlikka tushsangiz, bu ham o'sha tushkunlikka tushib qoladi. Bu bola ham sezadi. Sezadi. Ko'pincha yig'lasam, "Aya, yig'lamang, nega yig'laysiz?" deydi. Gapiradimi o'zi? Ha, gapiradi. Gapirsa unaqa umniy gap. Gapirmagan. Voy. Ko'pchilik unaqa qilmaydi-da. Keyin chiqib ketgandan keyin gapiradi. Oying bilan qolasanmi? Oyingni yaxshi ko'rasanmi? Biz polvon bo'libdi o'zi. Faqat. Voy. Javohir gapirib ber. Sen nimang bor? Mashinang bormi? Ha? Aytib ber. Ha? O'yinchoqlarga ko'p qiziqadi. Qiziqadi. Keyin ana bunaqa pultli mashina berganda biz pastda turadi, bog'chada qorovullikda. O'shani o'zi bemalol aylantirib haydab yuradi. Pultni bemalol o'zi boshqaradi. Unga ko'chadagilar yig' deydi, buning deydi, ertaroq mashina haydaydi-yu, o'g'lingiz deydi-da. Xudo xolasa. Burchaklarda o'zi bemalol haydab keladi-da. O'shaga mashinaga qiziqadi. Lecheniya otganda hech plyus tomonga ham o'zgardimi? Plyuskam? Ha. Oldin mana nimalarni sezdingiz? Mamma oldin oyog'i ana harakatlanmasdi. Ha. Mana oyoqlar qimillaydigan bo'ldi. Mana bu yerda chap qo'li bo'shashib ketgan. Hozir bemalol mana narsa ushlaydi. Ha, ushlayapti. Keyin qo'llarni cho'zyapti. Oldin cho'za olmasdi. Keyin o'zini o'tqizsam o'tiradi. Oldin o'tira olmasdi, tashlab yuborardi orqaga. Shu lichina, mana shu dorilarni ichganga ancha yaxshi. Uni Masajga har qanchada borasiz? Masaj har kun bo'ladi. Har kunimi? Mana bog'chada bo'ladi. Bog'chadami? Bog'chada. Ana lekin Toshkentga bora olmaymiz. Mablag' yo'qda, reabilitatsiya qilish kerakda endi. Aql kuchimiz yetmaydi. Bo'lsa, shunga kuchimiz yetmaydi. Yozganimga boraman, shuning uchun bog'chada. Ya malades. Bari eng esdan chiqmaydigan birinchi so'zi. Bolam. Onam baraka topinglar. chiroyli bitta duo qilasiz. Ketasizlar, o'tiringlar ovqatini qilib. Bizning yana safarimiz bor. O'tirib mehmon bo'lib borasizlar. Toshkentdan keldilaringiz, Ohangaronga endi. Undan oldin boshqa joyda edik. Hozir yana bitta joyga ketamiz. Rahmat. Xizmatdamiz, men xizmatida. Borlaringiz Yaxshi, chiroyli qilib duo qilib berasiz onam. Ilohim mendan xotirjamlik, tinchlik bo'lsin. Ilohim shu hammalaringiz nimaiki niyat qilgan bo'lsangiz, niyatlaringizga erishinglar. Oilalaringizda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Shu Javohir jonimni dardiga shifo bersin. Allohim sizlar bizga birni bergan bo'lsa, Xudoyim sizlarga mingni bersin. Ilohim sog' salomat o'ynab kulib yuringlar. Sog' bo'linglar. Rahmat bolalarim. Rahmat. Orlaringizga shukr. Buni ham endi qanday ichishini yozgandir-da. Ha, o'zi ovqatdan
Bir kun 2 mahal berasiz. 2 mahal. Ertalab ovqatdan keyin, kech payt yarim soat keyin, kech payt ovqatdan yarim soat oldin. Yana mutaxassislar bilan bog'lab beraman, batafsil gaplashib olasiz.